Biz sevgan serial K2 qahramonlarining kuchli sahnalari, sirli voqealari va zo'r janglari, lekin siz ularning kamera ortida nimalar bo'lganini bilasizmi? Agar tayyor bo'lsangiz, K2 kadr ortiga ketdik. Bir sahnada Ji Chang-wook tom bo'ylab yona tomon yurgan sahna bo'lgan. Ji Chang-wook sakrab o'tmoqchi bo'lgan payti oyog'i sirg'anib birdaniga pastga yiqilib ketadi. Yona shu zahoti qo'rqib ketadi. Yaxshimisiz deb yugurib keladi. Buni ko'rgan jamoa ham kuladi, ham cho'chib qolgan edi. Sahna esa shu yiqilish tufayli bir necha marta qayta olingan. K2 da avariya sahnasida Ji Chang-wook sahnada ayolni qutqarib, uni xavfsiz joyga olib borish kerak edi. U 10 martalab ko'tarib tushiradi shu ayolni. Sahna mukammal chiqishi uchun bir necha marta qayta olingan. Jamoa esa charchoq va kulgi aralash holatda ishlagan. K2 da eng yoqimli romantik lahzalardan biri ramyonni pishirayotgan sahna bo'ladi. Muxlislar aynan shu sahnani shu darajada yoqtirishadiki, serialning eng esda qoladigan lahzalardan biri sifatida eslashadi. Xo'sh, endi siz ayting, keyingi safar qaysi serialning kadr ortini ko'rmoqchisiz? Izohlarda yozib qoldiring, obuna bo'lishni unutmang.